Har kuni ertalab qanaqa vitaminli ichasiz deb so'ragan ekansizlar. Aynan shu iste'mol qilayotgan mahsulotim haqida alohida reelsam chiqazgandim. Mayli, sizlar uchun bugun storieslarimda yana qayta ko'rsatib beraman. Challenge boshlab olishim oson bo'ldi-yu, qoidalarni buzmasdan oxirigacha olib borishim biroz qiyin bo'lyapti. Shu 1-2 kundan beri kechqurun kech uxlayotganim uchun ertalab bomdodga tura olmayapman. Buni sizlarga ochiqchasiga aytmasam, ayrim kelinlar o'zidan nolib, mo'ljallangan bir kunligini ichida ulgurmay qolgan va o'xshamagan ishlarida o'zligini ayblashyapti. Sizga mazza ertalab bemalol turib, kuni bilan hamma ishlaringiz ulgurasiz, xonadoningiz har doim top-toza turadi deb xuddiki menda oson ketayotgandek xulosa chiqarishyapti. Ma'lumot o'rnida aytib ketmoqchiman, bugun bog'cha kuni emasligi uchun Mubina ikkalamiz kichkinagina syomka qilib, undan keyin qizlarimga vitaminli smuzi tayyorlab berdim. Qizlarim bilan obrazli videolar olayotganimizda yana ham chiroyli muhit yaratish uchun bitta narsa zakaz qilgandim. Nasib ertaga ertalab videosini joylayman. Boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, qizlar hech ham mazza qilib, sizlar qiynalib ketayotgan joyinglar yo'q. Har bir inson hayotida o'ziga yarasha yo'llarni bosib o'tadi. O'zingizda o'xshamayotgan narsalarni boshqalarning hayotida o'xshayotganini ko'rib, voy unga mazza deb mamnaqa plyus tarafi bor, voy bunga mazza deb bunaqa plyus tarafi bor degan xayollarga borishni to'xtating. Siz o'sha hamma narsani eplayapti, bunga mazza deb qarayotgan insoninglar biror bir yutuqqa erishgunigacha ozmi ko'pmi qiyinchiliklardan o'tib harakat qilgan bo'ladi. Birinchi qadamlarni qo'ydik-ku, lekin biza kutgan natijalar bermayapti va ishimiz o'xshamayaptimi? Taslim bo'lish yo'q. Yana qayta va qayta harakat qilib, baribir uddasidan chiqamiz.